Hammaga salom do'stlar, Momaqaldiroqlar filmi chiqishiga ham sanoqli kunlar qoldi va biz bugun bitta o'yin o'ynaymiz. Men filmda nimalar bo'lishini oldindan aytishga harakat qilaman. Siz esa film chiqqandan so'ng mening fikrim qanchalik to'g'ri chiqqanini tekshirasiz. Ko'raylikchi treylerni qanchalik yaxshi tushungan ekanman. Telegram kanalimdan esa bu film haqidagi so'nggi yangiliklarni bilib olishingiz mumkin. Film chiqqandan so'ng esa Telegram kanalimdan filmni topishingiz ham mumkin. Kanal havolasi video ostida bo'ladi. Film boshida bizga Yelena Belovaning o'z hayotidan nolayotgani ko'rsatiladi. U Aleksey Shestakovning yoniga kelib Natasha haqida ozgina gaplashadi. AQSh agenti Jon Walker ham hayotidan mamnun emas, zerikayapti. Chumol odam 2 filmidagi Bill Foster esa og'ir kasallikka chalinadi va arvoh qiz uni davolash uchun dori qidiradi. Valentina o'zining yangi super qahramonini tayyorlaydi, ya'ni qo'riqchini. Bundan xavotirga tushgan Baki qo'riqchini o'ldirish uchun qotillar yonlaydi. Ular ichida Yelena, arvoh qiz, Taskmaster ham bo'ladi. Ular qo'riqchini, ya'ni Bob Reynoldsni topishadi, ammo Bob shunchalik sodda bo'ladiki, Yelena uni xavfli emas deb o'ylaydi. Valentinaning odamlari ularni qo'llayotgan paytda Baki yordamga keladi va ular birgalikda Bobni o'ldirish uchun yana harakat qilib ko'rishadi, ammo ungacha Valentina Bobga o'z kuchini ishlatishni o'rgatadi va qo'riqchi asta-sekinlik bilan yovuzga aylanadi. Men qo'riqchi haqidagi videoyimda aytganimdek, Bobning tanasida ikkita shaxs bor: qo'riqchi va Zulmat. Zulmat kuchini ishlatganida Stark minorasidagi elektr tarmog'i ishdan chiqadi. Keyin esa u atrofni qorong'ulashtirib boshlaydi. Uning shunaqa super qobiliyati bor, xuddi Wanda butun shaharni boshqarganidek. Ammo Wandaning olami oq-qora serialga o'xshardi. Qo'riqchining olami esa qo'rqinchli filmga o'xshaydi. Zulmatda hamma o'z qo'rquvini uchratadi. Bu xuddi fransuz xonandasi Indilaning klipiga o'xshash manzara bo'ladi. Hamma yoqni asta-sekinlik bilan zulmat qoplaydi. Odamlar har yoqqa qochishadi, ammo Momaqaldiroqlar jamoasi Yelena boshchiligida to'g'ri zulmat tomonga qarab yurishadi. Ular zulmatning qorong'u olamiga kirishadi. Ularga ham har xil qo'rqinchli narsalar ko'rinadi. Yelena o'zining qotil bo'lgan davrini ko'radi, Baki esa qishki askar bo'lgan davrini va hokazo. Ularning maqsadi esa zulmat olamidan qo'riqchini qidirib topish va uni tinchlantirish. U vaziyatda Baki eng foydali odam bo'lishi mumkin, chunki qachonlardir uning ham miyasi xuddi qo'riqchinikidek ikkiga bo'linganda. Shunday ekan, aynan Baki qo'riqchini tinchlantirishi mumkin, balki Yelena ham yordam berishi mumkin. Film yakunida esa Stark minorasi yana qasaskorlar minorasiga aylantiriladi. Bo'ldi, mening taxminlarim shulardan iborat edi. Bu video sizga g'alati tuyulishi mumkin. Nega men filmni ko'rmasdan turib o'zimcha follow chepman? Shunchaki oxirgi paytlarda Marvel filmlari menga biroz sodda tuyulib qolyapti. Treylerning o'zini ko'rib, filmda nimalar bo'lishini bilib olsa bo'ladi. Oldin unaqa emasdi, ammo tez orada Marvel yana avvalgi sifatli holatiga qaytadi. Qasaskorlar 5 filmning ilk tizeri menga juda yoqdi. Endi bundan buyog'iga film haqidagi hamma xabarlarni tahlil qilib boramiz. Shunday ekan, kanaldan uzoqlashmang. Agar siz Momaqaldiroqlar filmini ko'rib bo'lgan bo'lsangiz, taxminlarim qanchalik to'g'ri chiqqanini kommentariyaga yozing. To'g'ri topdimmi yoki kalla qo'ydimmi? Video yoqqan bo'lsa like bosib, kanalga a'zo bo'lib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.